Yaqindagina konkurs e'lon qilgandik. Mana shu materiallarni o'z egalarini topshiradigan vaqtimiz keldi. Instagramda, kommentariyada eng aktiv bo'lgan mijozlarimiz va eng to'g'ri javoblarni yo'llagan mijozlarimizni aniqlaymiz. Xudo xohlasa hozir Muhiddinova N, Jamoliddinova Jasmina, E'zoza 17, Mo'minova 3ta 3, то есть Latifa Ismoilova, Nigina Rahimova. Shu o'zi 5 kishiga bermoqchi edik, lekin 6 kishi qoldik biz. Shu 6 kishiga biz o'zimiz aloqaga chiqib, xudo xolasa bizlarni kutib turinglar. Tez orada sizlarga Instagramdan yozamiz va sovg'alarni albatta topshiramiz. Toshkentda bo'lsanglar, bemalol olib ketishingiz mumkin, yoki-da biz sizlarga viloyatlarda bo'lsanglar, BTS pochtalardan chiqarib berishimiz mumkin. Bu 6 ta mijozimizni tanlash oson bo'lmadi, chunki biz har bittasini o'qib chiqdik, hammaga bergimiz keldi. Afsuski chegaralangan materiallarimiz. Xudo xolasa keyingi shartlarimiz, xudo xolasa bu narsani biz davomiy qilmoqchimiz. Xudo xolasa har oy inshaalloh bizani qo'llab-quvvatlab tursanglar va aktiv bo'lsanglar, sizlar ham omadinglarni sinab ko'rsanglar, hammaga sovg'alarimiz xudo xolasa yetadi. Har oy bizani kuzatib, qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa.